Selam do'stlar, sizlar bilan Master do'stlar. Короче, men bugun sizlar bilan 13-qishloqda ko'rishaman. Do'stlar, mana ko'rishib turganlaringizdek va men shu yerda video olaman. Qani biz unda videoga go va mana kompyuterimni mana montaj qilib bo'ldim. Videoni endi bizlar do'stlar matigani olib sandiqdan yo'lga chiqamiz. Sanduqni ochaman va matigamizni olib olamiz va yo'lga sekin. Nima bu? Bu senga challenge, Master. Nima qilaman men bu yerda? Sen bu yerda o'zingga kirishing kerak. Matigani ber. Voy, men ishimni qilay. Yo'q, matigani ber. Xo'p, ol. Boshqa tasha. Bu yerda nima qilish kerak? Men shu yerdan hozir qazib, voy, men kirkani katta olaman. Ha, daraxtni chopaman. Bujuvaya qilishing kerak, Da, men boshladim. Men boshladim, boraver ishingga. Agar bu yerdan o'tib ketsam nima bo'ladi? Yulduzga hisoblanasan. Va seni bir stak izomlatingga olib qo'yamiz. Agar yutsam, Agar yutsang, senga 2 stak izomlat beriladi. vau! Agar yutsang qishloqda ham aytiladi. Da, xo'p, men chopishni boshladim. Agar yutsang, qishloqda ham haydalasan. Voy, qishloqda ham foydalanamanmi? Ha. Voy, xo'p. Shu yerga haligan. Yo'q, bu Master. Master, bir şey qilaman. Bu yerdan gap eshitib o'tirma. Yo'q, qilmay ko'ravering, o'zim qilaman. Ha. Bunday qilaman va bitta haligini yasab olaman. Do'stlar, va bundan haligi tushamkin. Haligi nima dedi? Yo'q, tushmadi. Xo'p. Tak, shu yerni hozir men o'zimni qaziyman. Voy. Haligi qo'ymana tosh. To'xta, men bu yerdan chiqishni ham o'ylab qo'yishim kerak. Sekin. Haligi topdim do'stlar. Haligi ko'mir topdim. Mana uchtasi yetadi. Endi men toshni kirkiga solaman. Do'stlar, kanalga videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qiziqli videolar uchun. Do'stlar, xo'p, men shu yerdan ozgina halik qilib qo'yaman. Voy, olmos topdim. Xo'p, buni keyinroq olaman do'stlar. Olmos topdim. Ye do'stlar. Bu yerdan olmos chiqishini bilarmiding? Ha, bilardim. Oldin qo'yib. Da. O'zi nimaga sen bunday qilyapsan? Axir senga challenge berish kerak-ku. Sen bekor o'tiravermaysanmi? 400 ta bo'lding axir. Nimaga desang, obunachilar qiziqli videolar chiqib qoldi, to'g'rimi, Master? Da, voy, men haligim oltin ham topdim. Da, mana uni holiga qilaman. Voy, menda pechka yo'q. Mana shu pechkamdan foydalansam bo'ladimi? Ha, foydalan. Unga kiraman va qilamiz va mana shuni qo'yib qo'yaman. Va bu pishishidan oldin men mana shu narsadan nima borligini qidiraman va mana bu stakni olib qo'yaman. Stakni mana shu sandiqqa qo'yaman. Voy, men bu nima qilsam ekan? Va men buni bilib oldim. Men bundan tosh yasashim kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Sen tosh generatorini topishing kerak va qurilmasini uzatishing kerak deb qilishing kerak. Da, bu yerda lava bor o'zimda do'stlar. Bor, men qo'rqma. To'xtaman, men unday qilaman do'stlar, qaranglar. To'xta, voy, mana shu qoladi. Xo'p, do'stlar. Hali qilamiz bu yerdan do'stlar. Do'stlar, meni temirim pishib qolgan o'xshaydi mana. Va men versak qani mana. Unda o'tirib lavani yoniga qo'ysam yonib ketsa mumkin. Voy, verstokni olib chiziqqa qo'ysam bo'ladimi verstokni? Yo'q, chiqib ketasan o'yindan. Xo'p, mana shu ham haligi bo'ldi-yu.
Xo'p, mana endi bizza bu qorong'i bo'lyapti. Xo'p, biz sandiq. Voy, rahmat. Fakir uchun qorong'i bo'lib turgandi. Hop, arzimaydi. Men mana bu suvlaringizdan haligi qila olmayman. Nimaga deganda bu yerda joy yo'q. Albatta boru. Ana agar boru qilsam bu yerdan yonib ketadi uyim. Hop. Xo'p, sandiqqa solib Mana bu. qo'y. Lavani bekor qo'yaman deyapti. Albatta lava boru mana. Xo'p, hech kishi yo'qmi? Voy, mana olmos topdim o'zi. Hop, hadi. Voy, mana. Nechta olmos topishim kerak? 3 3ta. Voy, mana topdim 3sini ya. Va bitta oltin topdim. Yana qazuvraymi? Hamma narsani olib chiq. Hopmi master? Mana yana bitta oltin topdim. Yana bormi oltin? Bor. Hop, men ketdim. Xo'p. Qishloqdagilar bo'lma kerak bo'lsam chaqiring. Xo'p. Yana katta oltin bo'lishi kerak. Bu yerda bo'lmagan. To'xta, men bu yerga fakil qo'yib chiqaman. Katta ekan yana obunachilar. Olmos, oltin. Boshqa yo'q oltin. Jechel. Manisan. Boshqa oltin yo'q ekan bu yerda ikkitadan. Hop, bo'lmasam ana shularni chiqar. Xo'p, keyin meni chiqarasizmi? Qaytganga o'zing chiqasan. Va mana bu. Bera. Nima yasaysan-da? Nima yasayman bulardan hozir? Hozir xohlagan narsani yasading. Men do'stlar, menda haligi yo'q. Men bu yerdan bitta bolta yasayman. Mana, bunga deganda kerak. Va men oltinlarimni hammasini qizdiraman. Mana do'stlar. Va men bu toshlarimni hammasini olaman. Xo'p, endi men bu yerni ilaman. Men aytmabman. Eshitding seni ilik. Voy. Voy, ochib bo'lmaydi-yu. To'xtang, buzib ko'raman. Shuning uchun sen to'xta. To'xtang, buzib ko'raman. To'xta. Nima. Shuning uchun sen nima qilishing kerak va kilit yasashing kerak-da. Oltinnanmi? Ha, ana shu yaratasan-da, kilit yasaysan-da, xo'pmi? Xo'p, qani buni mana tevarini buzib. Kun yugurib keladi. Buzib bo'lmaydi-yu. Buzib bo'lmaydi ekan. Voy, siz juda miyangiz ishlaydi ekan-u. Bolta bilan marras. Buzib bo'lmayapti. Bilin. Oltin pishibdi. Mana endi kalit yasayman bundan obunachi. Nima do'stlar, yasab oldim endi. Mana shuni ana ochildi. Mana ochdim qishloqi. Hop. Sen juda mashhursan, to'g'rimi? Ha? Seni hamma taniydi, to'g'rimi? Ha? Senga mo'jan kompaniyasiga bitta izimrud keldi. Qani tashachi, mengami? Ha, senga. Va, mana haqiqatan. Sen bu yerdan sovg'a keldi. Xo'p, to'xta, bu kalitni men o'zimga olib qo'ysam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Xo'p, men sandiqimga qo'yib qo'yaman endi. Izimrudlarimni va bularni ham qo'yaman do'stlar. Va menga mana ularni ham. Bo'ldi, endi men hamma narsangni olib ketaman. Va mana bu yerdan sovg'ani olib qo'y. Qani tasangchi. Vau! Просто. Qani, bu ham meniki. Vau, ikkita do'stlar. Bo'ldimi? Qarang, mana bu qizil narsalar bor-ku. Ha? Haligi mer qo'yib ketgan. Ha? Sizmi merni farqi yo'q. Xo'p, qarachi, ana shularni olib chiqsam bo'ladimi? Ha. Mana sizga beraman men keyin bularni. Xo'p. Xo'p, keyin butlarni kim sotadi? Bunday kompaniyasi kelib o'zim sotib oladi. Xo'p. Sen
Savab shu qisloqma, xo'pmi? Xo'p. Mana bu hamma narsalaringizni olib keting. Xo'p, hozir olib ketaman. To'xtang, buzib yuborishaman. Xo'p, hozir. Chiqing bo'tga. Hozir. Xo'p. Mana sanduqingizni ham olib ketding. Ana voy, to'xtang beraman. Mana bu bolta kimniki? Sizniki. Yo'q, olavering, ko'zimni. Meniki emas, o'zingizniki olib qo'ying. Xo'p, do'stlar, sizlar bilan mana shu hali kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, sog'lom bo'linglar. Xayr, obunachilar.